Endi bitta o'q bilan ikkita quyon nursiz bo'ladi. Xuddi shu ko'rayotgan instrumentimizni atigi 169 ming so'm oylik to'lov bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rayotganingizdek Shtorm brendidan ham kemping ham svarka qiladigan apparatimiz. Buni quliyligi, afzalligi nimada deydigan bo'lsangiz, o'sha aytganimdek, birinchi navbatda ham svarka qiladi, ham kemping qilib beradi. Bu instrumentimiz inverter hisoblanadi. To'kingiz kam bo'ladigan bo'lsa ham bemalol ishlab beradi. Rasxodi juda ham kam. Undan tashqari qarang, buni komplektida nimalar bor deyotgan bo'lsangiz, o'zini ichida komplektida 1,5 kilolik bez gaz mana bunaqa simi chiqadi, ya'ni kempingni. Undan tashqari ko'rayotganingizdek shotka bolg'asi bo'ladi. Mana bunaqa maskasi bo'ladi. Xo'p, ikkita mana ko'rvoz derishaki bo'ladi. Undan tashqari bitta massasi bo'ladi. Bu instrumentimiz 220 volt ishlaydi. 4 razmergacha bo'lgan elektrod yoqib beradi. Undan tashqari 500 grammdan 4 kilogacha bo'lgan gazli va bezgaz mana bunaqa simni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Xuddi shu instrumentimiz agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 169 ming so'm oylik to'lov bilan do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. 3 oydan 12 oygacha muddatli to'lovga xohlagan tovaringizni do'konimizdan olib ketsangiz bo'ladi. Shart qanaqa deyotgan bo'lsangiz, pasportingiz bilan, plastik kartochkangiz bilan kelasiz, bo'ldi. 15 minutda ishingizni bitirib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham sizlar uchun bor.